Bugun dunyo hamjamiyatda barcha sohalarda bo'lgani kabi energetika sohasida ham keng ko'lamli islohotlarning amalga oshirilishi bevosita aholi sonining oshishi bilan energetika resurslariga bo'lgan talabining o'sishida namoyon bo'lmoqda. Bunda energiya tejamkorlik uskunalaridan foydalangan holda tabiiy gaz iqtisodi bilan birga samaradorlikka erishish asosiy vazifaga aylanishi belgilangan. Toshkentda bo'lib o'tgan 3-xalqaro investitsiyalar forumi doirasida prezidentimiz tashabbusi bilan ko'plab yirik loyihalarga start berilgan edi. Xususan, Navoiy issiqlik elektr stansiyasida quvvati 650 megavat bo'lgan bug' gaz qurilmasi ham ana shunday yirik loyihalardan biridir. Bugun navoiylik jurnalistlar uchun viloyatdagi issiqlik elektr stansiyasi korxonasiga press-tur tashkil etildi. Hozir shu haqda. Siz ko'rib turgan mazkur maydonda, ya'ni Navoiy issiqlik elektr stansiyasida 650 megavat quvvatli 3-bug' gaz stansiyasini qurish jarayonlari olib borilmoqda. E'tiborli jihat shundaki, mazkur qurilmani ishga tushirilishi natijasida yillik gaz sarfi 870 million metr kubga tejalishi rejalashtirilgan. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi moliyalashtirish manbalari hisobidan qurilayotgan mazkur loyihaning umumiy qiymati 786,7 million dollar bo'lib, yillik ishlab chiqarish quvvati 4 milliard 786 million kilovatt soatni tashkil etishi ko'zda tutilgan. Qurilish ishlari 2026-yil yakuniga qadar tugatilib, zamonaviy energiya qurilmalari ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Ayni vaqtda qurilish maydonida ishlar jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Jarayonda xorijiy hamkorlardan Yaponiya va Turkiya kompaniyalari kadrlari bilan bir qatorda mahalliy mutaxassislar ham jalb etilgan. Navoiyda bundan oldin ham ikkita loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirganmiz. Ayta olamanki, bizning kompaniya elektrostansiyaning yuragi, ya'ni bug' gaz turbinasi, qozonxona va havo haydovchi uskunalarini taqdim etmoqda. Ko'rib turibsizki, qurilish jarayoni qizg'in ketyapti. Bu yirik loyiha uchun Navoiy viloyati bejiz tanlanmadi. Boisi sanoat va yirik salohiyatga ega hudud deb bilamiz. Mening fikrimcha, Navoiyda bunday loyihalar istiqbolli hisoblanadi. Stansiyadagi dastlabki energiya bloklar 1963-yilda ishga tushgan bo'lib, shu davrdan boshlab aholi va yirik sanoat korxonalari muntazam elektr hamda issiqlik energiyasi bilan ta'minlab kelinmoqda. Joriy yilda esa stansiya tomonidan 8541,2 million kilovatt soat elektr energiyasi hamda 760 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqarilishi va iste'molchilarga uzatilishi ko'zda tutilgan. Asosiy qurilmalarimiz Yaponiya davlatidan kelishligi 3-4 kvartalga 25-yilga mo'ljallangan. Bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Oldindan pullari to'liq o'tkazilgan. Bular bo'yicha ish olib borilyapti va hozirgi kunda bizni xodimlar tomonidan inspeksiya deydi. Bu qurilishni o'sha avariyalarni tayyorlashda hozirda mutaxassislarimiz borib, o'sha u yoqqa borib o'rganishlar qilib kelyapti. Bilamizki, bunday loyihalar uchun malakali mutaxassislar zarur. Prezidentimiz viloyatga tashrifi chog'ida Yaponiya granti asosida Navoiy issiqlik elektr stansiyasi negizida kelajak energetikasi o'quv markazi ishga tushgan edi. Shu vaqtga qadar bu yerda 2000 dan ortiq mutaxassis malakasini oshirdi. Press-tur qatnashchilari markazning o'quv hamda situatsion xonalarida yaratilgan imkoniyatlar bilan tanishdi. Yangi qurilayotgan bug' gaz qurilmalarimiz afzallik tarafi kombinatsiyalangan siklda ishlashi. Ya'ni ekologik toza sifatda, ya'ni bu degani ortiqcha chiqindi gaz, ortiqcha chiqindi suv sarflanmaydi. Ya'ni o'sha mana bu gazovoy turbinamizda ishlab chiqqan bu olovimiz va o'sha qozon utilizator qozonimizga yo'naltiriladi va o'sha orqali o'sha chiqindi gazimizdan qayta foydalangan holda biz qozonimizda suvni bug'ga aylantiramiz va o'sha bug' orqali bug' turbinamizni ham ishlatamiz. Shu orqali turbinamiz ham qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqaradi va o'shaning hisobiga bizdan foydalanishimiz oshadi. Dastlab 25 ming kilovatt quvvatli stansiya bilan ish boshlagan mazkur korxona bugun batamom yangi tizimga o'tmoqda. 2009-2012 yillarda stansiyada 478 megavat quvvatli yangi loyiha amalga oshirilgan bo'lsa, 2019-yilda esa 450 megavat quvvatli zamonaviy bug' gaz qurilmasi ishga tushirildi. Mutaxassislarning aytishicha, bug' gaz qurilmasi to'liq quvvatda ishga tushgach, mahsulot hajmi 5,2 milliard soatga yetadi. Umuman olganda stansiya jamoasi tomonidan kelgusida katta marralar ko'zda tutilgan bo'lib, zamonaviy energiya tejamkor uskunalarning barqaror ishlashini ta'minlagan holda yurtimiz aholisiga sifatli va uzluksiz elektr hamda issiqlik energiyasini muntazam yetkazish maqsad qilingan.